Annyeong hammaga. Bugun Pusandagi bozorga va kosmetika sotadigan magazinga boramiz birga. Bunga e'tibor bermanglar. Stomatit deydimi, shu narsa chiqib ketibdi. Bo'yanib oldim va kiyimimni almashtirib oldim. Bu kiyimim o'zimga yoqqani bilan erimga yoqmadi. Almashtirib oldida uzungina ko'ylagimni kiyib, yopiq kiyinib oldim. Shu bilan erimni chehrasi sal bo'lsa ham ochildi. Videoga olganimni erim uncha yoqtirmaydi. O'zi ham rasmga, videoga uncha tushgisi kelmaydi. Bunga e'tibor bermaysizlar. Keyin Pusandagi yo'llar o'tgan safargi videoyimda ko'rsatganman. Tepadan pastga ko'pincha shunday bu yerda. Bu esa Pusandagi biz boradigan kichkinagina bozor. Bu 1000 won deganlar o'zini narxidan 1-2 ming tushganlar sababi sal turib qolganlar bo'lsa shunaqa narxda sotadi. Bu yerda faqat pomidor yaxshirog'i bor ekan, qolganlari bo'lmadi. Qolganlari yangidan oldim. Pomidor ogurtsi bu yerdan ko'p olaman. O'sha 1000 wonlikdan sababi bularni ulitkalarimga beraman va morskaya svinkanga beraman. Bularda esa o'zimizga kerak narsalarimizni hammasini yangidan olamiz. Uyga kerak narsalarimni oldim. Koreyada ko'pincha mana shu murch bo'lmasa ovqatlana olmaydi. Ovqatning yonida doimiy shu yashil murch turadi, perets. Qolgan narsalarni ham sekin-sekin oldim. Qizimga bu yerdan meva oldim. Qolgan mevalar qishda ham, yozda ham bo'ladi. Bu yerda shunaqa pomidorlar ham bor. U xurmo chiqibdi va shunaqa mangolar ham bor ekan. Bu esa TikTokda trend bo'lgan uzum. Nomi esimdan chiqib qoldi. Nomini bilsanglar kommentariyada yozib yuboringlar. Bu nimaligini bilmadim, lekin bu qovunligini bildim. Qizimga shu meva yoqib qopti, xurmo, shuni oldik va обязательно banan oldik. Banan ko'p yeydi qizim. Va korobkaga solib berasizlar olgan narsalaringni va ular uyga olib borib tashlaydi o'zlari. Biz esa yo'limizda davom etdik. Bu men doim keladigan joy Texas. Erimning o'rtog'i bor bu yerda, o'shanga kirib ketadi magaziniga va u yog'iga biz qizim bilan nimaga ketamiz? Kosmetikaga. Вот, men aytgan kosmetika magazin Texasdagi. Bu yerda xohlagan kosmetikalaringni va yuz uchun uxotlarni topsanglar bo'ladi. Sochga ham hamma narsa bor. Bu yerda sal qimmatroq, lekin hammasini kачествоsi yaxshi. Shu Koreyada ko'p menga yoqqan joyi shu yerga kelib bo'yanib olsanglar va zo'r kelib yuzingizga tushadigan tonalli pomadalardan bo'yab keyin kerak narsalaringizni olasiz, bo'lmasa bo'yanib ketsanglar ham bo'ladi.